Hayat aslida güzel. Ziyoda takallufning nima hojati? Güzellik uchun niqoblanishning zaruriyati yo'q. Asli qiyofatimda senga yuzlanish uchun keldim. Güzellik imtiyozimni qaytarib kelish uchun kandidatni tanladim. Ehtiyot qiling, bir oz yashirib ketasiz. Shangang Dermalogika kandidat teri asrash mahsulotlari. Dostlar, ko'rayotganinglar Xinjiang yangi kandidat biopentexnik soda cheklik şirketi tajdorligidagi kandidat musiqa so'rini programmasi. Oy. İsmi yaman chiroyli qo'yilibdi. Kandidat so'rini. So'rini. Ha. So'rin bo'lgan bilan tomqing yo'q ekan. Yo'q, to'xtab Hech turma. qanday yo'q. Aka, bo'lib qolar. ha. Mana bugungi so'rimiz alaydiroq so'rin bo'lg'achqa, hamda ma sahnani chiroyli, chiroqlarni jiq urlashtirdik. Anda shu ustilimiz sal kichik bo'lib qoldi. Ana keyin Lekin ko'nglimiz keng degini. ha, to'g'ri. Lekin nozik ne'matlarimiz alaydi bugungi so'rinimizda. Bismillah, echil dasturxondagli bo'ldi. Men tag monchilar birdan tursa, juyinamdiq kedapti. Hali shumiki deb ichib olmay yana. Balaligimizdan tortib bizga hamda o'z vaqtida ma'naviy ustozimiz keyin shu sizning yeringizda turg'idek bo'ldik aka. Izchil mayli o'zingizning odamgarchiligi, kasb jihatdagi tirishchanligingiz, aning keyindan nurg'un taraflarda bizga ustoz bo'lib, bizga ulgu bo'lib kelyapsiz. Bizga izchil shunday rag'bat bo'lib kelyapsiz aka. Bugun mana bu shu programmamizning dastlabki sonida oldirash vaqtlaringizdan vaqt chiqarib so'rinimizga kelganingiz bizga yana bir qatim rag'bat bo'ldi. Sizga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz aka. Rahmat. Sizlarga rahmat. Mushunchalik bir ishni vujudga chiqarmoq yaman qiyin narsa. Shuning uchun meningdan keyin shu Mavlonga o'xshash inlarimning, Javlonga o'xshash inlarimning mushta faoliyatlari bo'lsa, kuchimning yetishicha yaqin tug'im keldi o qara. Rahmat. Bo'pmi sana? Rahmat aka. Bu qanday gap deb so'rab boqmaysa Javlon. Bu qanday gap bo'lib ketdi? O'sha Mavlon Javlonda yaxshi demamsiz. tashkilisi yaxshi. Chaqchaq aka. Mavlon yangi o'qish bitgan vaqtida hozirgidek esimda turdi, bir necha suhbatlardan bu paranglarning temisi chiqib qoldi. Mavlon nihoyatda bir tirishchan bola. Maktabdami yaxshi o'qigan. Biz garchi bizni tunish fursatlari jiq bo'lmasa-mu, maktablarda o'qiyotgan musiqa bilan shug'ullanayotgan bolalar ichida meningki ko'zim ko'rib bo'lgan bo'ldi-da, maktabdan boshlab bu ishni boshlab o'zi yaxshi ko'radigan mushu hatto Luyin, Soxun deymizmi? Peychi mush ishlarni shu maktabda o'qiyotgan boshlagan. O chog'da bizmi yoshroq, bizmi shu ishlarga havas qilib shu ishlarga shug'ullanayotgan vaqtimiz. O'sha o'qishni bitiribla meni andin izlab kelgan. Aka, men mush ishlarni bak yaxshi ko'raman. Siz yeningizda bir ishlaringizni qilib baqsam bo'ladi. Shuning bilan bu inimning ijodiyati yoki o'zining shu ishga zo'pinsi, shu ishlagan pejisi menga bak yarab ketdi. Xuddi xeyli uzun o'sha sohada ishlagan bir ustamlardek menga shunday tuyg'u berdi. Shuning bilan bir 15-20 kun ichida bu bolaning ajoyib ijtihod o'zining butun borlig'ini mush ishga atay oladigan bola ekanligiga shu chaqda qo'l qo'yganman. Odim taldim demaydi. O'zi so'ygan ish uchun umrini atay oladi. Odam bir yaxshi ko'rishni bilish kerak. Yaxshi ko'rgan maqsadiga yetish uchun voz kechishni bilish kerak. To'g'ri. Endi mushu Mavlonda eng yuksak pallini ko'zlab mang'ichi bo'lgan jarayonda yana nurg'un buning ko'zini olachakman qiladigan ba'zi manfaat, yana ba'zi ishlardan voz kechalaydigan bir qat'iy niyat bor. Men endi so'zlab kelsam, Mavlon inim mening seni yaxshi ko'radigan taraflarimga sabab bo'lgan ishlar bakchiq. Yig'ib kelganda mana shunday bir sabablar bilan biz 30 yilga yaqin, 25 yil billa mushu sohada garchi kunda billa bo'lmasaqmi, meningmi bir jiddiy ishlarim bo'lib qolsa, qo'rqmayman bu inimdan. Darhol topshirman. Ish qilib korim yo'q. At soat 8 gacha ya kech soat 12 gacha mush ishimni bitirib. Chunki bu ishni o'disidan chiqa oladigan ishonchimiz bor. To'g'ri. Ikkinchisi buningmi ishi bo'lsa, mendek bir qo'rqmay deymizmi, tortinib biroq chiqib deyalaydi menga. Bu umrda
sening bilan mening o'rtamdagi bir-birimizga bo'lgan ishonch intayin muhim narsa. Mush inimda menga nisbatan ishonch bo'lmasa, aka menda bir ishim batdi. Siz qatnashib bering deyolmaydi. To'g'ri. Buning ega bo'lishmi bek tez. Mush inimning Abdulla aka menga yordam qildi, sorunimga keldi degan ishonchiga erishishmi bir odamda baxt tuyg'usi uyg'otadi qara. To'g'ri. Menga shunchalik bir ishonch bilan aka siz bo'lmasangiz bo'lmaydi. Bo'ldi-ku menga. Men mush inim uchun shunchalik muhim ekanman. Abay o'zim dedi, aldirashdingiz deb. Ras aldirashdim. Men mushu inimning suhbatiga qatnashib ko'plab mengishim kerak. To'g'ri. Xeli jiroq bir ekan. Lekin men cho'qim bugungi suhbatga qanday bo'lmasin qatnashib sizlar uchun ozroq xizmat qilaman. Bu mening ham sharifim, ham qilishga tegishli ishim. Rahmat. Rahmat aka. Tıxı bala işi çala 40'a kirip biz depçi. Bir Muhtar akamdan bir açta bir misrası var. Çoğun olgan lekin bazı işlerini his kıldık emmiz kıran. Men do ılkı dengsep baksam şu siz bilen bir emkarlaşıp kılgan her kanda işte bir paydağı çöptüm. Muş yeşimde his kıvatım ya şunu. İsiniz bağım ki siz bir komandirovkaga çıkıp To'g'ri. çıkıdığan bop. Biz de iki qitim ko'rishdik mi? Şu vaqt bir qitim ko'rishdik mi? Ishxonangizni ochib uchun menga biriblik aytganingiz bor, gap so'zsizlikcha. Shuni bir ilqi endi Şeşte. nayt ishonchlik Hem mening Cankon bağımız bir işte de. Cankon. O çağlarda Cenk'in nemiligini bilmeyim. Koşular tavşırıp koydu. Bu senin davrin kelganda Cenk'in bakmış. Ondan şu arlıqdaki mesela mayli ijodiyat jihat hamkorlik bo'lsin, ilqi ovoz tanlash jihati bo'lsin. Siz topshirgan har bir ishda men o'zimning ilqi yuqori nuqtasining qanchalik yaxshi qila oladigan yerimni ilqi topadigan bir ilqi fursat bo'ldi. Har qitim qisida. To'xtabdi men mush ishni men zodi qayergacha qila olayman, qaysi nuqtaga, qaysi saviyaga yetkazay olayman deb sizning ishingiz bo'lganda shu orqali men o'zimning ilqi imkoniyatimni, o'zimning shu narsa bayqaydigan Jishen gapardı. shuni bayqaydigan bir fursat keldi ilqi siz bilan bo'lgan hamkorlik. Buni cho'ng'o'g'an his qildik ekanmiz aka. Shundoq ba'zi narsalarni Şuna endi asli bu bugungi sorunimizda mushu kelgan mehmonlarni, aziz mehmonlarimizni maqtamaymiz. Deyishgan. Bu aş tanglikni qo'ydigan savollarni so'rab mishada. Ammo javlan enim maxsus alqi Ashta ish qilmasin. Mesut'ta hozir men gapni tatib oldim. Bugun hamda mushu men ko'nglimda yig'ilib qolgan gaplar hamda deyilib ketib qoldi. Shundoq. Deyish kerak, deyish kerak. Birini koyayım abi. Çak. Bugun o'zimga nihoyat xush bo'ldim. Shu so'ringi chaqirilishimning o'zi biri menga bo'lgan ishonch, ikkinchisi mehr muhabbat izhor qilyapti-da. Men shunga qarata kelishim kerak. Andin buning men qo'ygan talablarni qo'limdan kelishicha urilishim kerak. Abay aytdi qo'yni. Siz topshirgan ishda men o'zimning eng yuqori chekimni isbotlab boqaman. Qattiq talab qo'ydi. Abdulla akamning ishi kuchimisan bo'lmaydi. Shu orqali balkim tupo bo'lishi mumkin, o'zini olqib. Chunki ustozim bo'lgandan keyin buni ishini men cho'qim yaxshilab qilib o'tishim kerak deb bir kun o'rniga 2 kun ko'proq zihin vaqt ajratdi. Shuning bilan balkim o'zining saviyasin yana bir yangilaydigan fursat bo'ldi. Demak, bizga astoydil muomala qildi bu yigit. Doğru. Rahmat. Obdan İşler balike. yaxshi bo'lsin. Yaxşı balike. Ve bu nazunumetlerni aldıganğa bir Alıdığanga deydi. Aka mushu Selinni yaxshi ko'ram sizlar. Nima? Selin? Selin Selin yesan bo'lasan qiyin degandim. Mushu bizning hamda mushu muzik so'rini programmamizni alayda qo'llab shu tajdorligini ilib bizga ishonch qilib mablag' silib Ondan mushu programmani birga qilayotgan mush shirkatning mushtaq bir necha xil sog'lomlik mahsulotlari bor ekan. Buning ichida hamda biz ancha-muncha bizmo hamda bir tunishib chiqayli deb shularning ichidagi bir necha mahsulotlar bilan tunishib chiqdik. Mas Selinning gapi bo'lganda shunda deydi bu odamning immun kuchini yaxshilaydi ekan. Ondan mushu odamning charchashlarini tugatadigan. Ondan bular hammadan bak mush tanartgachilar bilan naqshchilarga mos keldi. Deydi. chaqchaqchilarga qanday ke? Çakçakçılar mı dedi. Muşunda sen hutukluğun sorularını işkini yiyorsan. Bo'lsa qilin degan. Sen kelin. Chiroyli bo'pti-ya bu ish. Senin de
Muşu ke. Abdullah akamı kapet küzetmem de. Muşu ke. Bunun aylıkı Seyit Köktetlerde bulunduğun Şincan'da bek kam bir madde ke ustaz bu. Ben körüp bakayım. Ya neyim bak ya ona işte. Senin de bu Şincan'da kam bolgan bir madde ke aşı kandidat şirketdeki İbrahim kam nelerden tip keldik ki 20 yıl oldu izleyatqını ahir taptım dep ekilip mana akam yana birini minezigini ketdi cuma. İşte Ülgü tellam o. Ölge edelim. O da izleydiğim belki o. Ma çember kurun çember. Shundayda Mehriga Cevheri talqini deydi. Mehrigiya. Ha. Mihrigiya. Bir bibaha. Bu qandaq keldin? Bu yisimi yemisim bulgan imidek. Çak bu mu şu immünit gücünü aşırırken ustas? Ya asasen sağlamlık yemeklikleri değil mi? Asasça Mani mi ki okam? bu Oy elivet bunu. Sundurup ettin ama. 100 mayke. Ha. Teyziken bu herhalde. Evet. Bu da özne ötede şu Cevlan'ın ki iştirağımı utuq dilaymiz. Ondan Rahmet bizden ustaz. ki çoğunlardan tatip yaşlarıça, özüne demetliklerice közün çaknıtıp oturğa çıkıp atkan ballarımız. Rahmet aka. Bugün Mevlana ilimnin söhbetiga texmi yaxshi bir tus qo'shiman deb kelganning o'zi bu yaxshi insonligini ifodasi. To'g'rimi? To'g'ri. Bayan ma Abdullah akam bo'lgandaki biz temtirapla özümüzü tunuşturuşni unutdik, lekin hech qisi yo'q. Hozir bir tunuşturay. Men Mevlanmam men do'stlar. Bu inimmi nurg'un do'stlarimiz tunuydi albatta. Shu bizning g'ayriy moddiy madaniyat miroslarimizdan birisi bo'lgan shu eli chaqchaqlarning yangi bir avlod chaqchaqchilarimizning arasidagi sarki inimiz. Yetilayotgan, tirishayotgan Shinkan da men. Shinkan. Kenkan bada men. Tesla çaq deb qo'ydim. Ustiga maysarpiyat tüvenke Evet, yangidan şey. chiqqan. Mayserip yetim tüyen. O'z navbatida men mana demoqchi Javlan. Hoş aka. Mushu inlarimizning mushu xizmatlarini qo'llab, o'zaro hamkorlashib, mushu ishni vujudga chiqarish uchun mush tijoratchilarga oson emas ham. Biz To'g'ri buni aka. tushunamiz. Yangi kandidat fan texnika, Biopentexnika. biopentexnika shirkati Mevlana'nın bu talantlarını bayqab, biz bilan hamkorlashsa, o'zaro bir-birimizga yardım tegadi ekan deb, mana shunda tijoratchilarimizga ko'p rahmat. To'g'ri. Bularning bu mana sog'lomlik buyumlari o'xshaydi, hammasi degidek. İştiranlar utuqliq bo'lsin deb yaxshi tilaklarimizni bildiramiz biz navbatida. Hamkorliklarning ko'ngillik bo'lishini umid qilamiz. Rahmat aka. Mevlan kamma şu kandidat şirketiyle hamkarlaştım. Burun 3 ayına yağı paranı işip. Ulanınki bazı bir kanunluk mu, kanunsuz mu, arkadan boğan ki nem mi? Şu resmiyetleri bir körüp boğan diken. Hatta kandidat şirketine kim dedi. Eğer şu benimki çası bunun katarlıkla ca ya ki okşaş, Şincan'da okşaş bop kalsa 100 bin koy berim hemen de boyutup koyup ketti o adam. O Rast berim. gip uçuq balık ya. Gip uçuk balken ben nemeden çıplız değil kanka. Programdan çıplız değil mi? Ko'ngli yaxshi o'xshaydi. Bu şu anda merdan kamga bir çiçi. Rast merdan kam. Unda gaplarni qilma. Javlanning og'zi ichilib ketib qolsa, bizni sal qiyinchilik qilib qo'ydigandek turdi. Ya kanka. Şapkanı jüp bakamsa da baş. O'zaro yordam, o'zaro bir-biriga hamkorlik degan shu. Bunday yaxshi hamkorlik uzun so'zilg'ay va eng yaxshi natijalar bilan xuloslashqay deb yaxshi ko'ngillarimizni ifodalaymiz. Rahmat. Bugun mana Mevlana ansambli, bu Mevlana ansambli bilan mening nurg'un hamkorligim bo'lgan. Ancha-muncha uchrashib turamiz. Ko'pcha yoki ayrim holda. Sizlar hamma muzikantlar menga aytib tunish. Singlimning naqshini bek yaxshi ko'raman. Men bu qizning finsizga qara. Ovoz chiqdimi bo'ldi, to'xtanglar deb naqshini anglab yetib, ondan shunchalik darajada yaxshi ko'raman bu ansamblni. Chunki Ansambl. Mevlana ansambl. Mevlana ansambl. Bularning jamiyatimizda yoshlarning ichida ayti yuqori bahosi bor vallah. Shu Mevlana ansambl qurilgandan keyin men bo'ldi, menga lozim bo'lsmush vallah baraka deb ansamblillarimni qo'ymadim. Yoshlar. Rahmat aka. Şunu bir ansambl qilib qo'ya gazem. Nechidan qilyapsiz hozir? Çaqchaqchidan chiqib men bu Javlana ansambl. Bu rasmiy bo'ldi juma. Bugun so'ringa Javlan kelibdi kelqi. Mevlana, Javlana suvga suv qo'shilgandek degan ekan.
Bak Kavlana depsim. Kavlanama resmi. Kavlan depsim qo'yib qo'ydim. Og'aylarning chiroyi bo'ldi ekan. Sandi chiroy deb qo'yamiz biz. Nima chiray? Baqla sandichi, sandi. Osh baliq ism qo'yamadik-da ustoz. Ma chiroq mening ko'zimga yeni bilib Birnim chivyapsiz deyapsiz, siz. Birnim chilyapkansiz. chanmoqchi. Ha, chonmoqchi. Yili mening naqshamga chaldi, anglajima? Ha, mantiqi. Oldiga chilak qo'yib olsam, Chilak. chaqchaq arkadaş, chaqchaq. Ajab istidodliq. Ajab tirishchan bolalar. İşleringlar yaxshi bo'lsin. Ag'inlar. Akanlarni ancha-muncha yod etib qo'ysizlar. Ustoz, anglasam birga mangsiz ekan. Ha, jotqa mangdim. Tumishqa. Abayqi xizmat uchunchi. Tumishqadan. Tumishqa. Tumishqalar salom ayting ustoz. Bo'ladi, Endi albatta. tumishqa endi aldirayotsiz bilmayman ustoz. Vandiyan bo'lgan shusimi bir naq maydonda bir naqshingizni anglab olgan bo'lsa. Bo'lmasa badanimga bir nima chiqdi meni. To'g'ri. Kandidat muzikasi o'rnida naqsh etmay ketsam etas, to'g'ri bo'lmaydi. To'g'ri bo'lmaydi. Uni ustiga tayyorlig'im bor degina. Bama, voy. Mavlon menga bir naqsh tayyor qilibdi ekan. Buni ijodiyatini muhabbat qildi Mavlonning inisi. Bu haqiqiy yosh bolalarning ko'ngil izhori ekan. Men shu tipdagi naqshlarni burun jiq aytgan. Yaqindan beri mezgilida ancha bak aytib bo'lmadim bu xil uslubdagi naqshlarni. Shunchalik ko'ngilga yaqin, yiqishliq melodiya, yangi uslub, muhabbatning o'ziniki yozish uslubi bo'yicha yozilganda. O'ylasam, Abdulla akam bu xil naqshlarni aytib baqqan burun shu naqshni bir o'tirg'a chiqqan bo'lsak-da, Mavlon orqali topshirib oldim. Qarasam bak chiroyli. Endi naqshchi degan u o'zi uchun naqsh etmaydi faqatla. Albatta, ba'zi vaqtlarda bizning beshimizdan o'tgan ya o'tmagan bo'lishi mumkin bu naqshidagi mazmun. Bu umuman san'atchi jamiyatdan olgan ta'sirotni so'zlaydi. Mayli naqshi bo'lsin, mayli muzika bo'lsin, mayli sahna asarlari bo'lsin, cho'ng tipdagi. Hammasi o'sha jamiyatda bo'layotgan ishlarning inkosi. Shuni tipik qilib, yig'ib, hamma odamning ko'ngil maydoniga tushadigan qilib o'tirg'a chiqadi bular ijodiyatchilar. Shunday naqshlarning birisi ham bu yoshlarning naqshisiga. Men shuning tayyorlik qilgan. Unda bo'lsa shu naqshini Birini aytib o'tay. Voy. Rahmat aka. Rahmat. Bayan muamda mush kandidat şirketi to'g'riliq, ancha-muncha mahsulotlar to'g'riliq, ancha-muncha tushuncha berdik. Buni biz shu amaliyotli isbotlayli deb aka. Jiq bo'lmasimi shu shirkatning mahsulotlaridan, oziqliklaridan siz gibi azroq ko'ngil so'g'iz qilmoqchi bo'lyapmiz. Shirkatning o'zining mahsulotlariga qarata ishonchi ravurs zo'r ekan. Qolganda sizmi bir oylik sinab baqsangiz, xo'p kelib qolsa. Aytdi. Abi loban ketaymiz aka. Nima degan katta. Rahmat. Men sizga ustoz azolsum. Quruq kelib qoldingmi? Men siz uchun 2 oy sinab, haqiqiy foyda qilganlik uchun. Agar ziyon qilganmiz, hargiz alamat. Mehrga yoki. Bu meningmi? Sizningki. Bu katta sovg'atlar olib ketdi juma. Rahmat. Kandidat ishlatganda notanish erlardan ehtiyot qiling. Esindimi biz yurgan shu kunlar bir shirin tuyg'u dilimizda o'rin olgan hayot buyuk orzuga to'lgan umidlar bilan har bir kunimiz yer osmon nur bilan to'lgan
Sen var yanımda, yer osman nur bilan to'lgan. Esimdimi biz yurgan kunlar, hamma faslda çiçek açilgan. Sen bulg'ashqa yenimda mening, sahar oqshom sehrga to'lgan. Esingdimi biz yurgan kunlar, bog'da gullar bizga ekilgan. Mayak bo'lib ezgu tilaklar, cho'lpon kabi dilda chaqnag'an. Sen meniki, men sening bo'lgan. Tilaklar tilab, sen meniki, men sening bo'lgan. Esingdimi biz yurgan kunlar, baxit kuylari ko'kda yomg'irgan. Sen bulg'ashqa yenimda mening, o'zigimga gavhar qo'yilgan. Esingdimi biz yurgan kunlar, har faslda chechak ichilgan. Sen bulg'ashqa yenimda mening, yo'llarimga söygü chechilgan. Kun va tunlar sehrga to'lgan. Esimdimi biz yurgan kunlar, hamma faslda çiçek açilgan. Sen bulg'ashqa yenimda mening, sahar oqshom sehrga